Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Operator yaqinroqdan olib keling, shoptollarni ko'rsating. Nima bu shoptollar? Nima deyaptim qarang. Bugun 2026 15-may tanasida turibmiz. Mana shoptollarni ko'rsating yaqinroqdan. Mana Flariba degan shoptollar bu. Kimga shuni Flaribadan shoptollardan boqmoqchi bo'lsalaring, kuzgi mavsumga ko'tatlarni tayyorlab qo'yganmiz. Olishini ko'ringlar mana. Kamida 40 kilo meva olgan. Hozir Oltiariq bozorida bu shoptollar Farg'ona Quvoda joylashgan. Manzilimiz Quvoda joylashgan mana shoptollar. Butun Yevropa bilan raqobatlashaveradi bu shoptollar mana. Umuman g'ubori yo'q. Kalibrni ko'ryapman. Yaqinroqdan ko'rsatayim mana oldin. Mana kalibrlarga e'tibor berib, umuman bir katallikka chalinmaydigan shoptollar bu. Kimga shuni ko'tatlardan kerak bo'lsa, kuzgi mavsumga tayyorlab qo'yganmiz. Ko'rsatib boring mana. Hammasi mana shunaqa mevani zo'r oladi. Oqaloqlar qilingan mana. Ostda meva olgan yerlarga oqaloq tashagan mana. Ulardan ko'rsatayım. Ma'lardan ko'rsatib qo'ying operator. Zo'r olgan mevani. Xudo xolasa ko'tatlaridan bor. Kuzgi mavsumga aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni tagiga qoldirib qo'yamiz. Biz kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar mana. Ma'lardan ko'rsatib qo'ying. Kuzgi mavsumga ko'tatlari bor. Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan bu. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarimiz tagiga yozib qo'yamiz. Biz kuzatishda davom etinglar. Flariba degan shoptoldan boqmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yamiz do'stlarga. Sog' bo'linglar, salom.